iPad Pro M5 chip topib qolganmiz. Holati yangidek, taxminan 1 hafta ishlangan. Bor yo'g'i 6 sikl avtomatik zaryadka qo'yilgan. O'zi 5 sikl edi olganimizda 6 pad biz zaryadka qo'ymadik hali. Ko'rishlar mumkin. M5 eng oxirgi pokoleniya protsessor, monster apparat, bilganlar biladi, hali M6 chiqmadi. Eng kuchligi Pro versiyalarda. O'yinlarda ham maksimal grafikada o'ynaysizlar. Mana Extreme Plus'da turibdi. Ulash ketib qoldi. Plus maksimal grafikada любой ishlarni qilsanglar bo'ladi. O'yin deysizmi, boshqami. Narxi yangisidan $500 arzon. Internet narxlarini ko'rsataman. Rus Store'da turibdi mana 110 ming rubl. Boshqa saytlarda ham xuddi shunaqa mana. Bunda 130 ming sal qimmatroq ekan. DNSda ham 110 ming turibdi mana. 110 ming rubl, xuddi shu 256 talik. 11 mana. Sizlar buni 40 ming rubl arzoniga, ya'ni $500 arzoniga foydalansanglar bo'ladi. Bor yo'q bir hafta ishlangan, polni komplekt, hamma narsasi bor. Zaryadnik, kabel, qiziqqanlar bo'lsa, maza qilib ishlatadigan apparat. $500 arzoniga uspet qilgan olib ketadi bir dona.